Diqqat! Qalblarni larzaga soluvchi yana bir dahshatli qotillik sodir bo'ldi. Ota o'z farzandini vahshiylarcha o'ldirdi. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Navoiy viloyatida ota 5 oylik chaqalog'ini yig'lagani uchun og'ziga paypoq tiqib o'ldirdi. 2026-yil 10-yanvar kuni tungi soat 00lar atrofida chaqaloq shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelindi. Bolada o'lim belgilari aniqlangan, tezkor choralar, tibbiy yordamlar ko'rsatilgan, biroq go'dak vafot etdi. 5 oylik norasidaga yig'lagani uchun shunday vahshiylik qilindi. O'z otasi og'ziga paypoq tiqqan. Surishtiruv davomida afsuski otaning bundan avval ham qilmishlari yetarlicha ekani ma'lum bo'ldi. Ibrat uchun ushbu xabarni yaqinlaringizga ham yuborib, ularni ham ogohlantirib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.